Bye bye. Dubai. Yo'q, tomon bilasizlar. To'lash kerak ekan. Pul to'lash kerak ekan. Hamma narsaga, har bir uchgan narsaga, har bir borgan joyingizga, yo'qotingizga, kiyim olsangiz do'konda. Hammasi pul. Sharja, Abu Dabi shaharlarida bo'ldim va hamma joyi top-toza. Balki bir joylarga bormaganman, lekin chang yo'q, musuq yo'q. Transport judayam tezlik bilan ishlayotgan, o'z vaqtida mashinalar, o'z vaqtida metro, avtobuslar keladi va probkani ko'rmadim. Yo'q probka umuman. Bittasiga signal chalib, ko'rmadim. Ishoninglar, men ko'rmadim. Balki men shunaqa joylarda yurgandirman yana. Hamma o'z odobi bilan akkuratni yuribdi, bilib ishini qilib. Hamma tinchgina, hech kimga xalaqit bermasdan yuribdi. Hamma binolari o'zgacha, juda ham chiroyli qurilgan, ayniqsa oynali qurilgan bo'lgani uchun yaltirab turadi. Kechqurunlari chiroqda yonib turadi. Bitta binosi ikkinchi binosiga o'xshamaydi. Juda chiroyli qurilgan. Turistlarga boy bo'lgan davlat. Internet 5G so'rashadi. Internet uchib ketdi. Hamma videolar qo'yilayotganda ham umuman tez ishladi. Kim nima kiyadi, kimdir o'rangan, kimdir yechingan, kimdir shortikda, kimdir ro'molda. Hech kim bilan ishi yo'q. Bunda qarab voy, u kiyibdi yoki yechinibdi degan gaplarni umuman gapirishmagan, qarashmagan. Barcha turistlar yig'ilgan bo'lsa, har xil davlatlardan ko'proq men Pokistonliklarni, Hindistonliklarni uchradim. Odamlari yaxshi, muloyim. Xullas, agar biron bir joyga manzilni so'rasangiz, qayerga borish kerak deb bemalol ko'rsatib, tushuntirib, muomala bilan gaplashadi. Tilamchilik qilib yurganlarni, qashshoqlarni, bo'g'ishlarni ko'rmadim. Ko'proq vaqt bo'lishi kerak va ko'proq pul bo'lishi kerak. Hamma joy aylanib ulgurishga. Men ulgurmadim hamma joy aylanishga. Vaqt yetmadi, vaqt. Ovqatlari ham yaxshi, shirin. Arab tili juda ham chiroyli til. O'zi dunyo bo'yicha mayga yoqadigan fransuz tili, ingliz tili, arab tili. Juda chiroyli. Fransuz tili bilan arab tili, ingliz tili ham qaraylik, qanaqa chiroyli, quloqqa eshitilinadi.